Vallahi çaş tüzleş dersini sözlerimize. Qaraydigan bolsanglar, budra qilgandiki ranxo keltirish bilan tuzligandiki ranxo keltirish o'xshamaydi. Biz bolalar muntazam holatda shu so'zlab o'tamiz. Endi budra qilgan vaqtimizda ranxo keltirsak qanda chashni tarab boqamiz, tutib boqamiz, tatib boqamiz. Endi qanda ranxoni bilamiz. Lekin ma tuzligan vaqtimizda ranxo keltirish intayin oson. Chashning budr so'g'an bo'lsa, manda tarsoq tüp-tüz taralğanlan bo'lib qolsa doğruning tarkibida. Ranxosi kepti deb o'ylasak ham bo'ldi. Lekin qanda mana qaraydigan bo'lsak, eng o'sha egilib olgan bo'lib qolsa, ranxosi tek kemmabdi deb o'ylaymiz. Tushunib qoldimi? Shunga mush chashni tuzlayotgan chaqda ranxo keltirish intayin oson. Mana qaraydigan bo'lsak, ma chashniki oldi qanda egilib oldi. Ranxosi tek kemmadi. Misha tüp-tüz taralgan bo'lib qolsa, masalan, ma chashning ust tarafiga o'xshash. Mana tüp-tüz taralğanlan bo'lib qolib qolsa, ranxos kepti. Chash tuzilibdi deymiz, juyitimiz bitdi. Shunga bolalarimiz qanda mush budra darsining orliqida chash tuzlash darsini qanda so'zlab beryapmiz. Dunyoda chash tuzlashning to'g'risi bilan budraning to'g'risi ikkisi bichja. O'xshash qilsa qanda ranxo qiladi. O'xshamaydigan yer nada degan chaqda biz tuzlagan chaqda 2 nomerlik to'g'risi quyuq doğru. Budra qilgan chaqda 2 nomerlik doğrusi suyuq doğru. Faqat o'xshamaydiganlar yeri 2 nomerlik tuzlashning 2 nomerlikqa quyuq, budraning 2 nomerlikqa suyuq. Shuna o'xshamaydiganda berdigan doğru. Lekin 1 nomerlik doğru qanda o'pma o'xshash, ranxo keltirishmi o'pma o'xshash. Shunga tuzlashni o'rganmoqchi bo'lganlar budra texnikadan issiq budra qila olib qolsangiz qanda chash tuzlashni bilasizlar. Issiq budrani bilmay qolib qolsanglar, chash tuzlashni bilmaysizlar. Orliqda farq shu, siz tuzlashni bilib, yo budrani bilib, mush tuzlashni o'rgansan bo'ldi deb qolsanglar, o'zingizni faqat kallangizda qanda analiz qilib o'ylamaganlar beringlar. Ranxo keltira olasizlar, bo'ldi chash tuzlay olasizlar. Ranxo keltira olasizlar, bo'ldi issiq budra, jambaqdan har xil budrani qanda bilasizlar degan gap. Lekin sizlar qanda shunchalik ishni o'ylanmaganlar beringlar. Endi yana mushta chash tuzlash texnikasini, budra texnikasini, rang texnikasini, anadigan qanda chash kesish texnikasini, zavshing texnikasini, devka texnikasini, 6 texnikni o'rganmoqchi bo'lganlar aloqalasanlar. Budra texnikasi 19 xil budra texnikasi bor. 9 xil ustga chashlar aylab kesish texnikasi bor, devka texnikasi, zavshing texnikasi, rang texnikasi, tuzlash texnikasi, mushu texniklar bor. O'rganadigan turlar ichida. Buningda 6 oydan yuqori